Baş ki. Otura ki. Ulanma ki. Yalğız ki. Kalı kavunu yevetti. Kamil kalını eydivetti. Şepke kiygen Mahmut Bay, telpek kiygen Davut Bay. Epkeşti sot toşu almay, yetuvaptı Savut Bay. Keklikede negi mağdınız? Kiyi hocamның toyuğa. Toyla acep kızımakta, nağırsına yanırmakta. Bilikim bilek, kötürüdü çilek. Yıkıttı meni bir tal toң tizek. Ke keli kel. Ke köze köz. Ke kete ket. Me meni men. Ketmen. Ke kete ket. Me meni men. Ketmen. Mekke. Tep qo'shilsa mektep buludu. Mek. Tep. Mektep. İkke. Ki qo'shilsa ikki buludu. İki. 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 Öge rük qo'shilsa örük buludu. Örük. K mal kamal. Kemek. Tep. Deudu ketivatıdu. Kamal mektepke ketivatıdu. Əcirinin tigi altın. Opa, men mektepke mandım. Somkanğa kempüt ve başka yemekliklerini sep koydum. Bana çilekni ep çıkıp begin. Kavlanın düğügü soku yiyibitey. Mektepten baldırak kayıtıp gelgin ha? Opa, karotimni ratlik yığıştırıp ettim. Emdi mağmasam keçikip kalımen. Qoton, oğlumuz qani? Köymedilim o. Ani qarısılah o mektepki ketdi. Burroq kelishni aytdingizmi? O maktabdan kelsa, ketmanni ilib arqo'ylig'i chiqsin. Heliqi qurib qolgan ko'takni ko'lab chiqarib, o'tin qilib o'taydi. Bo'ladi, yursilah birdam aram ele o'lib andan chiqsilar. O Kamal emasmi? Ha, shukan. Uni toza bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishing, xapsanlarni men aldandim, nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor? Sen darsda yaxshi bo'lganing bilan bizni nima qila olaytding? Mana amsa. Nemish qo'risizlar? Mana endi bo'ldimi? Mushtimdek turib qara buning gapini. Uni qattiq qo'ra. Ana do'ppangni. Aqlan bo'lsa bundan keyin darslarda oldimizga o'tib ketkichi bo'lma.
Qap, men texmi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'zitib qo'ymusam. Kamal texi hiç qaytib kelmaydi. Menmi ensirab qoldim. Opa, men qaytib keldim. Hənin bolsa qaytib kepsən, səndən ensirab turğan idim. Balam, sana nim boldu? Sen əzəldən birəsi bilan soquşub qanmaydın. Kim bilan soquşdun? Kim seni boşunda qattiq urdu? Yo'q opa, men urushmadim. Ondaqda yüzün kök, doppan qan turduğu. Bugün maktabda futbol o'ynagan edik. Ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim. Onda emasdi. Bas gapdan, sana zaten nim bo'ldi? Agar birasi buzaq qilgan bo'lsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undaq demang. Dehqonning bolasi nimishqa oliy maktabga borolmaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora oladi. Menga ishining dada. Dada, bugungi darslarimni takror qilib olay, ha? Ma'qul bolam. Sen bek yaxshi jumu dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgina. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xo'sh xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Darhol uyingga qaytib o'qishga minishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Mening oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr singdirdingiz. Menga o'z bolangizga ko'yinganda ko'yindingiz. Men buni esimdan chiqarmayman muallim. Rahmat sizga. Sovuqdoshlarim, sizlarni tirishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bag'in Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Bek yaxshi bo'ldi. Opam bilan dadam bu xabarni olsa qanchalik xush bo'lib ketdi-a? Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibdiman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bolam. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qitim to'sibdiman. Bu qilganim uchun oldinda to'limi xijilma. Undaq demang dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni tatdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tatdingiz. Men texmi tirishib o'qib, ajringizga javob qaytaraman.